Bir odamda xotini xunuk ekanda, juda ham xunuk ekan. Bir kuni er xotin ovqatlanib o'tirib, er aytibdiki xotiniga, "Oyijonisi, shu Alloh taolo husn tarqatayotganda siz ozgina kech qolib qolgan ekansiz-da" degan ekan. Chiroyli uslubda ayoliga yetkazgan ekan. Shunda ayoli ham eriga juda chiroyli javob bergan ekanki, "Ha, dadajonisi, husn bozoriga kech qolganim rost. Chunki narigi tarafda baxt ulashayotgan ekan. Shuni birinchilardan bo'lib avvalida husn bozoriga kech qoldim" degan ekan. Ko'ryapsizmi? Er va ayolning o'rtasida bo'layotgan suhbat go'zal bo'lyapti. Shuning uchun doim aytganimizdek, er xotin, xoh er bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, erini tanlaganligi uchun yoki ayolini tanlaganligi uchun afsuslar emas, doim shukrlar bilan eslasin bir-birini. Ana shunday hayotni o'z oilangizga tatbiq qiling.